Oh, assalomu alaykum. Kim kelgan bo'lsa hammaga assalomu alaykum. Başlayayımız mı? Akramovich. Çarşıma yapsız mı? Şu pet telefonu gelmem. Ahmet, Xudoga shukr. O'zingiz qanday? Charchamasdan. Hozir yana 2 minutdan keyin. Nima charchaysiz? Nima bo'ldi? Bilaman endi nima charchaysiz. Prinsipi endi nima bunaqa savol bu. Ritorический savol. Terminatorligingizni ham bilaman, dam olmasligingizni ham bilaman. Yigirma ming qadam İstanbulda uklon bilan. Xo'sh. Har sekund hozir silkasini bermasam, gruppada yozishyapti, silkasini tashlang deb. Chiqib kelmadi. Men o'zidan tashlab oldim. Instagram o'zidan. Hop. Rahimov Zufar. Zufar assalomu alaykum. Charchamasdan. Baliq oviga gap yo'q. Siz ham baliqchi chiqmaydi lekin. Baliqda sabrli odam kerak. Baliq ovi shunaqa narsa ekanki, rezultatni tez kutuvchilarga bo'lmaydi. Siz shamolda uchib yuradigan odamsiz, biznesmen odam sabrli bo'lmaydi endi. Sabrli kim bo'ladi? O'qituvchi bo'ladimi sabrli? Usta bo'ladi sabrli. Mayli. Sekin boshlayveramiz o'rtoqlar. Zufar, yaxshimi Samrat? Sekin boshlayveramiz. Bugungi yig'ilishimiz sababini hamma bilsa kerak. Bugun primoy efir eng ko'p beriladigan savollarga javob. Ayniqsa oxirgi bir oydan beri mana bizda sentyabr oyida kursimiz bo'ladi. Shuni hisobidan juda ham ko'p savol kelgan. Eng qizig'i savollarning aksariyati mana 14 ta savolda. Shu 14 ta savol ajratilgan. Bu 14 ta savolda eng kami 10 marta berilgan ekan. Bitta savol bor vaqti, hali mana oxirroq yopib qo'yaman u savolni. Mana shu iyul avgust yarmi. Mana shu 1,5 oy ichida 25 kun, mana 2 oy почти bo'ldi. Iyul bilan avgust o'zida 70 marta odamlar so'rashibdi. 70 marta so'ralibdi bitta savol. Bu savolni oxirroqda aytaman, javobini ham oxirida aytaman. Qancha kimlargadir man nimani o'zida, direkt o'zidan ham javob beramiz. Javob bermay qolganlar, agar kimdir javob ola olmay qolgan bo'lsa, mana aklas bugun javob olishlaringiz mumkin. Sekundu. Telegramga tashlab bering deyapti. Bo'ldimi? Ha, shu. Qaytdik. Xo'p, davom etaylik. Birdaniga boshlaveramiz. Kimlardir o'zi kirib chiqib ketishyapti, o'shaning uchun boshlaverganimiz ma'qul. O'tirganlarni hurmati. Demak, birinchi savol. Bugungi savollar 14 ta savol javob hammasi в основном logistika haqida. Logistikani umuman logistika nimaligini. Biz yaqinda bitta video qildik, mana ko'p yildan beri logistika trenddaligini hamma biladi-yu, lekin baribir ham odamlar haligacha tushunmayapti to'liq logistikaning mohiyatini. Logistika nima, qanaqa turlari bor? Haligacha hamma
ko'pchilik haligacha ko'pchilik o'ylaydiki, logistika uyda o'tirib olib, namochnikda pul topish deb. Xatolar ham bor. Ana shuning uchun bugun mana shu savollarga javob beraman. Asosiysi mana 14 ta savol ekan, ajratib berishdi administrator. Xo'sh, logistika o'zi nima, qanaqa turlari bor? Qisqa qilib aytaman, eslab qolinglar. Logistika nima ekan? Haligi ayniqsa ota-onalar ham ko'pchilik yozgan, o'g'lim qiziqadi, qizim qiziqadi. Logistika nimaligini tushuntirib berishim kerak, logistikaga qiziqyapti degan savolga. Logistika umuman faqat yuk tashish emas. Bu biznesda qon tomiri desa ham bo'ladi. Aslida A nuqtadan B nuqtaga yukni ortiqcha xarajatlarsiz o'z vaqtida yetkazib berish. Xalqaro savdo bor ekan, logistika ham bo'ladi. Xalqaro savdo o'lmaguncha logistika kasbi o'lmaydi. Logistika 4 kunlik kasb emas. Mana O'zbekiston oxirgi shu karantindan buyog'i 6-7 yil ichida bir trendga chiqib ketdi logistika. Aslida logistika umuman minglab yil oldin bor edi. U logistika 4 kunlik soha emas. Ana shuncha aytilgan. Qanaqa turlari bor asosiysi? Endi tur degani xato, turlar deyilmaydi logistikani. Asl logistikani turlarini oladigan bo'lsak, bu transportni logistika, xomashyo logistikasi, skladskaya logistika deydi, keyin last mile delivery deydi. Bunaqa turlari ko'p. Men bizning savolimiz asl boshqacharoq kelgan odamlardan kelgan turi, logistikani turi haqida kelgan savol. O'zbekistonda 3 ta turi demaylik xato bo'ladi, modeli bor. Logistikani O'zbekistonda 3 ta modeli bor. Hozirgi kunda ishlab turgan. Aslida qolganlar ham ishlaydi, prosta u kasbni ichida yurganlar biladi bu narsani. Lekin mana logistikada bilmaydiganlar, logistikani tushunmaydiganlar uchun mana shu 3 ta model ajratib berilgan. Birinchisi Amerika logistikasi. Mana shu ko'pchilik mana shu Amerika logistikasining orqasidan ozroq logistika haqida noto'g'ri tushunchalar paydo bo'ldi. Logistikada ishlaysanmi deydi, ha ishlayman desangiz, kechasi ishlaysizlarmi deydi. Ko'pchilikda shunaqa bo'ldi. Amerika logistikasi o'zining nomi bilan Amerikada ishlaydigan tracking kompaniyalar, ya'ni avtoperevozkalar bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni O'zbekistondagi pult upravleniya desa ham bo'ladi, punkt upravleniya desa ham bo'ladi, call center desa ham bo'ladi. Mana shunaqa O'zbekistondagi boshqaruv nuqtalari. O'zbekistonda ancha ko'pchilik ochib tashladi shuni orqasidan. Ancha muncha yoshlarimizga ingliz tilini B2 bilsangiz bo'ldi. Ancha muncha yoshlarimizga ish o'rinlari ochildi. Juda ham yaxshi ishlardi. Talabalarga juda ham mos keladi. O'sha ayniqsa o'qishdan keyin ishlaydiganlarga juda ham yaxshi bo'ldi. Chunki Amerikan soati bilan 3-4 dan keyin boshlanadi bu ish. Amerika logistikasi asosiysi. Mana bu Amerika logistikasida har xil mish-mish faqat. Kimdir aytadi, faqat kechasi ishlaydi, kimdir aytadi $5,000 topadi, $8,000 topadi deydi. Uni ham o'ziga yarasha oson qiyinchiliklari bo'ladi. Amerika logistikasiga ham ishga kirib, 3 kundan keyin $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 topib ketmaysiz. Uni ham ma'lum bir vaqt opit yig'ishingiz kerak bo'ladi. Yangi menimcha Amerika logistikasiga ishga kirganlar hali yangi yosh paytida assistent bo'ladi, boshqa bo'ladi, updater bo'ladi. Ular $200 oylikka ham ishlashadi ular. Ana undan keyin qanaqadir opit yig'ib bo'lganingizdan keyin, kuchli dispetcherga aylanganingizdan keyin mijoz bilan haydovchining o'rtasida chotki agar bir ko'prik bo'lib bersangiz, muammolarni hal qilib bersangiz, hech qanaqa ayniqsa haydovchiga hech qanaqa muammo tug'dirmasangiz, mijozga ham hech qanaqa muammo tug'dirmasangiz, mijoz sizga yukini tashadimi, bo'ldi. Siz ana shu yukni eson-omon olib chiqib ketib, eson-omon yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Hammasini cho'tka organizatsiya qilib, mana bu holatda mana bular logistlar yaxshi pul topishadi. Ben bilaman $2-3 gacha topadiganlar bor. O'zimni shogirdlarim bor. Ular misol uchun menda ishlab ketib, hozir amerikanskiy logistikada ishlab yurishibdi. Ishlab yurmaydi, o'zi ochib olgan, o'zi firmani ochib olib ishlayotibdi. 20 ta 30 ta odam ishlatadi, o'ziga o'xshagan yosh mana shunaqa g'ayratga to'lganlarni ishlatyapti. Xo'sh, Amerika logistikasi haqida agar kimdir tushunmasa, o'sha nimani o'zida yozib ketaveringlar, savol bo'lsa kimdadir. Shu efirda o'zga savol tashlab ketaversanglar, imkon qadar yoki javob berib ketaman. Javob bera olmagan savollarimni menga bu yoqqa administratorlar tashlab turishadi alohida. Davom etamiz. Ikkinchi turi, yana bitta juda ham bizda mana shu rivojlangan turdan bittasi, bizga mos keladigan turi bu SNG logistikasi. Ya'ni SNG davlatlari o'rtasida o'sha Rossiya, Qozog'iston, Armeniya, Ozarbayjon, Gruziya, bu tarafi Ukrainagacha hammasiga boradigan davlatlar. Mana shu davlatlarning o'rtasida ishlanadigan logistika. Ya'ni logist, endi kimdir aytadi logist deydi, kimdir aytadi dispetcher deydi. Aslida endi dispetcher ko'proq, lekin dispetcher ham logist hisoblanadi, bilib qo'yinglar.
Mana bu logist, ya'ni dispetcher, shoferlarning ko'zi bilan aytganda dispetcherlar shoferlar bilan yuk egalarining o'rtasida vositachilik qilish. Endi ko'p gapirganman bu gapni, masalan, shoferlar dispetcherlarni ozroq yomon ko'radi. Bu qilib xuddi dispetcherlar ko'p narsani olib ketadigandek tuyuladi, boshqasi bor. U hozir u haqida gaplashmaymiz, u bizning ishimiz emas. Dispetcherlar ana shu haydovchi bilan yuk egasi o'rtasidagi vositachi. Ya'ni shunaqa Telegram gruppalar bor. Mana uni dispetcherlikni o'qitadigan maxsus kurslari ham bor. Ularni o'qib chiqqaningizdan keyin bir maxsus Telegram gruppalar bor. Yuzlab, minglab unaqa gruppa bor. Minglab gruppalarning ichida yuz minglab yuklar yuradi. Yuk egalari o'sha yerga yukini tashiydi. Masalan, yuk egasi aytaylik bitta qanaqadir gruppaga tashlashi mumkin, uni keyin haligi dispetcherlar tortib ketishadi. U dispetcher olib o'sha aytaylik yuk egasiga chiqib, "Bo'ldi, men senga mashina topib beraman" deydi, boshqa gruppalarga ham tarqatib yuborishadi. Ba'zi gruppalar spesial bot o'rnatib olingan, bir-biridan kopiya qilib tashlaydi. Shuni hisobidan minglab gruppalarda haligi yuk aylanib ketadi. Moskva, Toshkent deydi, ketdi, minglab gruppada minglab dispetcherlarni, shoferlarning o'rtasida haligi yuk talash bo'lib ketadi. Ya'ni bozorda mana shunaqa narxlarni dempingni o'ynatib yuborishi ham sababi ham shunda bo'ladi. Kim chaqqon bo'lsa, kim tez bo'lsa, kim cho'tki informatsiyani bersa, kim insof bilan ishlasa, kim vaqtida mashinani qo'yib bersa, shofer yaqinroq bo'lsa, yuk egasiga tezroq olib chiqib ketgani ma'qul-da. Darrov o'shanga yukni berib yuboradi yuk egasi. Endi ganishda narxi to'g'ri kelishi kerak va bu hamma uslovlar to'g'ri kelsa, yuk sizniki, olasiz ketasiz. Mana shu yerda mana ko'pchilik bizga ko'p savol keladi, juda ham ko'p savol bor. O'qidim, kursda o'qib chiqdim, daromadga chiqmadim. Kursda o'qib chiqdim, daromadga chiqmadim. Bizga o'rgating, qaysi gruppalardan yuk olaylik. Adashishadi. Yo'q, biz bu ishni qilmaymiz. Biz dispetcherlik qilmaymiz ham, biz dispetcherlarni o'qitmaymiz ham. O'shaning uchun ko'pchilikka birdaniga aytamiz, yo'q, biz dispetcherlik bo'ladigan bo'lsa, u bizga emas. Uning o'zining maktablari bor. Bunaqa kurslar bor, maxsus. Borib o'qib olishingiz mumkin agar dispetcherlik qilgingiz kelsa. Dispetcherlikni ham boyaga aytganimdek amerikanskiy logistikaga o'xshab oson tomonlari bor, yo'q qiyin tomonlari bor, issiq sovuqlari bor. Unga ham daromadga chiqish uchun 3 kunda chiqib ketmaysiz. Dispetcherlikka o'qib chiqib darrov daromadga chiqib keta olmaysiz. Unga ham qanaqadir ma'lum vaqt tajriba yig'ishingiz kerak bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Shoferlarga ishonchga kirishingiz kerak, mijozlarga ishonchga kirishingiz kerak. Yuk egasi aytaylik sizga qo'pol bo'lsa ham aytaman, agar ichilaringizda shunaqa dispetcherlar bo'lsa, yuk egasi 10 minglab dollarlik yukini qanaqadir 20 yoshli qizga o'qib chiqqan dispetcherlik maktabida o'qib chiqqan qizga berib yubormaydi. Yoki bir 18 yoshli yigitga yukni osongina topshirib qo'ymaydi. Yuk egasi ham birinchi o'rinda yukidan qo'rqadi. Tinch odamga topshiramanmi, boshqa qilaymanmi deb ishonchli odamga topshirgisi keladi. Shunaqa yuk egalari bor, dispetcher bilan, bozordan bilan umuman ishlashmaydi. Faqat ofitsialniy kompaniyalar bilan, mana bizning kompaniyaga o'xshagan kompaniyalar bilan ishlashadi. Ana endi dispetcherlarni boyaga aytganimdek osonligi ham, qiyinligi ham bor. Qiyinchiligidan o'tib olganingizdan keyin unda ham daromadga chiqsa bo'ladi. Boyaga odamlarning o'sha mif bor-ku, uyda yotib olib pul toparkansizlar, naushnikda ishlab, telefonda ishlab pul toparkansizlar deydi-da. Unaqa qila olasiz. Agar ma'lum vaqt, ma'lum bir etapdan o'tganingizdan keyin, ma'lum tajribani yiqqaningizdan keyin o'zingizga yaxshigina vodительskiy baza, shu haydovchilar bazasi, mijozlar bazasi qilganingizdan keyin bemalol ishlaysiz. Shunaqa dispetcherlarni men bilaman, qaysidir mijoz bilan o'rganib qolgan ishlashga. O'sha mijoz o'zi izlamaydi haydovchini, har doim yuk tayyormi, mana shu dispetcherga topshiraveradi. Dispetcher qancha arzonga mashina topsa, shuncha yaxshi bir o'rtada ishlab oladi. Shofer arzonroq topadi, yuk egasidan oladigan puldan shuni o'zining komissiyasini olib qoladi. Holatlar bo'lgan, biz ko'p ko'rganmiz, eshitganman bu narsalarni endi. Masalan, dispetcher endi u ofitsialniy bir nima emas, aytaylik kompaniya emas. U bir uyda ishlayib o'tiradigan shu freelancer. Uyda o'tirib aytaylik bir joyda yuk topadi. Uyda o'tirib keyin qayerdandir bitta shoferni topadi. Aytadi, shofer bilan kelishadi. Aka, mana aytaylik Chelyabinskda yuk bor, yuklaysiz. Yuklaganingizdan keyin 20 million avansingiz beradi. O'zbekistonga kelganingizdan keyin qolgan 30 millioningizni beradi, 20 millioningizni. Aka, mana do'lamni kartadan tashlab olasiz. Mana shunaqa dogovorimiz bilan ish bo'ladi. Kelishuvni qarang. Ko'chacha og'zaki kelishuv. Endi bor shunaqa shoferlar ham, endi masalan kelishilgandan keyin labz qiladigan shoferlar bor, darrov tashlaydilar. Keldimi, keldi, bo'ldi. Yuk egasidan pulni oldimi, dispetcherga tashlab yuboradi. Dispetcherda ko'rmagan ham ko'rmaydi ham hech qachon. Endi shunaqalari borki, akazivsa dispetcherlar ham aldab yuboradi. Aytaylik, pulni bermagan holatlari,
4 million 5 million dispetcher agar komissiya qo'ygan bo'lsa, dispetcher kelishib olgan-ku haligi mijozdan. Shopir bilan kelishdi aytaylik 40 millionga. Klient bilan 45 millionga kelishdi. Ana shu holatda 5 million maniki aka desa, shopirga yoqmayapti. Sen nima uchun uyda yotib olib 5 million pul ishlayapsan deb 500 ming tashlab berganlarni ham bilaman. Senga yetadi. Men shuni ishlading ham, men ustimdan ishni men qildim-ku deb shopir 50 millionni olib haligi dispetcherga 500 ming tashlab olganini ham o'zim guvohini ham bo'lganman, uni bilaman. Nima qilay deb haligi dispetcher menga chiqqan? Nima qila olasan? Haligi insofga chaqirib ko'r, insofga kelsa keldi, kelmasa endi seni kelishuving, shunaqa kelishgansan, shunaqa ish bu. Endi bilasan, keyingi safar shopirga ishonmasligini deysan. O'shaning hisobidan dispetcherlar ba'zida shopirlarni yomon ko'rayotadi, ikkalasi bir-biri bilan yeyishyotadi. Shopir dispetcherni yomon ko'rayotadi. Biz ikkalasining o'rtasiga tushmaymiz. Ikkalasi bilan ham bunaqa olib qolganda aloqamiz ham bo'lmaydi, kamdan kam bo'ladi. Chunki bizniki xalqaro logistika. Xo'p, ana endi mana dispetcherlik SNG logistikasi ikkinchi modelini gapirib berdim. Agar kimdir biror joyda tushunmagan bo'lsa, tez gapirib o'tib ketgan bo'lsam, pожалуйста, savol bo'lsa, savol qoldirishingiz mumkin. Endi asosiysiga o'taman. 3-turi bu xalqaro logistika. Xalqaro logistika deganda kimdir ukuni talashdi, dispetcherlar ham. Biz ham xalqaro logistika, ya'ni boshqa shaharlarga, boshqa davlatlarga boramiz-ku. Ya'ni Armeniya, Ozarbayjon, Belorussiya, Rossiya bu ham xalqaroga kirmaydimi? Ha, kiradi. Endi biz xalqaro logistika deganda aslida buni ham ichiga olgan edi. Ana shu dispetcherlik ham hammasi xalqaroning ichida edi. Biz endi keyin boshqacha gapirishni boshladik, multimodal logistika deyishni boshladik. Multimodal logistika bu 2 yoki undan ortiq transport turidan foydalanib yuk tashish. Ya'ni Indiya, Malayziya, Singapur, Germaniya, Amerika, Avstraliya, Kanada, любой davlatlardan tashish. Boshida dengiz qismidan kema bilan o'tasiz, keyin portga tushirganingizdan keyin portda port ishlari bo'ladi, tranzit oformleniyasi bo'ladi va mashinaga yoki temir yo'lga yuklab davom ettirishingiz mumkin. Uchtaliklar ham bo'ladi. Aytaylik, Eronning Bandar Abbas portigacha kemada kelib, Bandar Abbosdan Saraxsgacha, ya'ni Turkmaniston bilan chegaragacha mashina bilan kelib, Saraxsdan O'zbekistongacha temir yo'lda ham kelganlar vaqtlarimiz ham bo'ladi. Joy kelganda shunaqasi ham bo'ladi. Xitoy ham xuddi shunaqa, Indiyadan Xitoygacha dengiz, Xitoy portidan to mana bu Kashgargacha, O'sh chegarasigacha temir yo'l, yana bu yoqqa yana mashina bilan tortamiz. Mana buni hammasini multimodal deyiladi. Multimodal logistikada dispetcher bo'lmaydi. Multimodal logistikada haqiqiy logist bo'ladi, mutaxassis bo'ladi. Xalqaro logistika mutaxassisi bo'ladi. U dengizchi bilan gaplashadi, u temir yo'lchilar bilan gaplashadi, u aviaperevozchiklar bilan gaplashadi, agentlar bilan. U umuman mana shu dispetcherlardan keyingi etap desa ham bo'ladi. Dispetcherlik logistikaga kirish uchun juda ham yaxshi soha. Logistikani, ya'ni tushunib olasiz, mashina qanaqa ishlaydi, qancha yuklaydi, o'sh degan tushunchalari bor, har bitta o'qlarga qancha, xalqaro mana chegaralardan o'tish degan tushuncha, simir, invoice, upakovka degan tushunchalarni tushunasiz dispetcherlikda. Xalqaro logistika o'sha keyingi etap, oxirgi etap desangiz ham bo'ladi. O'sha katta yuklar, qimmat yuklar, uzoq yo'nalishlar. Hozirgi kunda Indoneziyadan O'zbekistonga kelishda 60-65 kun vaqtimiz ketadi. Bo'ladimi? 6 oy o'qish mobaynida mustaqil ishlasa bo'ladimi? Mustaqil deganda nimani nazarda tutyapsiz, Anvar? Alaykum assalom. Agar yana o'sha dispetcherlikka keladigan bo'lsak, bo'lishga bo'ladi, nimaga? Bo'lmaydi. Bo'lishga bo'ladi-yu, bizni 6 oylik kurs deganingiz, siz, по-моему, bizning pro kursimizni nazarda tutyapsiz. O 6 oylik kurs juda ham chuqur ma'lumotlar berilgan. Haligi dispetcherlikka aloqador bir 3-4% dispetcherlikka aloqador gaplar bor. Qolgan 95% faqat xalqaro logistika haqida gapirilgan u darsda. Logistikada mustaqil ishlash, mana hozir men shunga keldim shu joyga. Hozir aytib beraman, kim mustaqil ishla oladi. Mana multimodal logistikani ham, ya'ni xalqaro logistikani ham tushuntirib berdim. Ana endi mana shu 3 ta modeldan o'zingizga xohlaganingizni tanlab ishlashingiz mumkin. Amerikanskiy logistikada mustaqil ishla olmaysiz. Uni ham желательно amerikanskiy logistika kompaniyalarida ishlaganingiz bilan ishla olasiz. Dispetcherlikda mana bu joyda siz mustaqil ishla olasiz. Mustaqil degani ya'ni freelance, bemalol uyda o'tirib xohlasangiz ishlaysiz, xohlamasangiz ishlamaysiz. Mana bunaqa holatda ishlasangiz bo'ladi. Xalqaro logistikada ham ishla olmaysiz. Buni sizga kompaniyalar katta yuklarni sizga uyda o'tirib ishlaydigan odamga ishonib topshirmaydi. Topshirishi mumkin agar qanaqadir bir kuchli katta agenti bo'lsa, mana agentim mana shu bilan olib kelib beraman, o'ta do'laymet qilaman desa, kimlardir ishlab yuribdi. Bizda ham bor shunaqa mijozimiz, o'zi dispetcher yigit, yaxshi yuklar olib keladi bizga. Biz olib beramiz, biz olib kelib beramiz yukini,
перечисление bilan bank bilan bizga klient bilan nimasini to'laydi. Bu yigitni masalan o'zini boshidan kelishilgan summasi bor. Unisini ya'ni bonus sifatida chiqarib beramiz dispetcherimizga. Bizning yo'nalishimizda ishlaydigan dispetcher. Mana mustaqil ishlash degani nima degani? Mustaqil ishlash logistikada faqat mana shu SNG davlatlari o'rtasida dispetcherlik qilish mumkin, lekin uni ham boya aytib o'tdim, siz sal kechroq kirdingiz, uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'tib olish kerak bo'ladi o qiyinchiliklardan. Keyin bemalol ishlab yurasiz. 2000-3000 dollar topgan dispetcherlarni ham bilaman men. Lekin ular 10-15 yildan beri bu non yeb yuribdi-da. Agar hozir masalan 18 yoshli yigitga bo'pti, topasiz 3000 dollar, 15 yil ishlab berishingiz kerak desam, yo'q deydi. Yo'q, men hozir xohlayman. Hozir bo'lmaydi, to'g'ri tushuninglar. Hech qachon mana bunaqa darrov mana bu katta logistik oyligini hozir olib keta olmaysiz. O'qib chiqib, aytaylik 6 oylik emas, 7 oylik, 1 yillik kursga o'qib chiqqan taqdiringizda ham to mana buni qo'llab tajriba bo'lmagunizcha unaqa daromadga chiqib ketmaysiz. Daromad har doim nima bo'ladi? Birinchi bilim, keyin ko'nikma, keyin tajriba, keyin daromad keladi. Shu joyini birinchi 3 ta qadam o'tkazib olishadi-da, sizda o'qib chiqsak daromadga chiqamizmi? Bu keyingi savollardan bittasi. Xo'p, 3 ta logistika bo'yicha agar kimda savol bo'lsa qoldiringlar. Keyingisiga o'tib ketaman. Logistikani qaysi turi kimlarga mos? Buni men birinchi savolda ichida aytib ketdim. Amerikanskiy logistika основной, masalan, to'g'ri kelgan odamga mos, lekin talabi angliskiy bo'lishingiz kerak, chunki siz til egalari, ya'ni Amerikada klientlar bilan gaplashishingiz mumkin, klientlar amerikanец. Kamida B2 deyishadi, misol uchun, razgovorniy bo'lsa bo'ldi. Kamida. Lekin haydovchilar hammasi o'zbek bo'lib yotibdi, haydovchi bilan gaplashish oson bo'ladi. Amerikanskiy logistika o'sha grafikka sal og'irroq, ya'ni obeddan keyin 3-4 da boshlanadi, kechasi 4-5 da qaytishadi bolalar. Ertalabgacha qolib ketganlar ham bo'ladi boshqalar. Mana shunaqa grafik. Agar sizga mana shu grafik to'g'ri kelsa, angliskiyni bilsangiz, amerikanskiy logistika kerak bo'lsa vaqtincha ishlab turishga ham to'g'ri keladigan soha. Bemalol bu sohaga kirib, qanaqadir 2-3 haftaning ichida treningidan o'tib o'rganib ham ketsangiz bo'ladi, vaqtincha qimirlab turishingiz mumkin. Agar siz uy begasi, talaba, qo'shimcha ish izlovchi, bir ofitsiant bir davlat ishida birovning qo'lida ishlagingiz kelmaydigan odam bo'lsangiz, dispetcherlikni ham sinab ko'rishingiz mumkin. Dispetcherlik ham xuddi shu qanaqadir vaqtdan keyin daromadga chiqishni boshlaysiz. Masalan, kimlardir 6 oylab ishlab daromad qilmagan, 0, bitta ham yuk ola olmagan. Gruppa yurasiz, ertalabdan kechgacha yurasiz, millionta gruppada yurasiz, bitta ham yuk ola olmaysiz. Bu normal holat, bo'ladigan narsa. Mana shu narsalarni yechish uchun biz SP Cargo degan platforma yaratganmiz. Agar kimga SP Cargo qiziq bo'lsa, lichkaga yozib yuboringlar, masalaga tashlab beraman nimasini, do'st anaqasini, ssilkasini. SP Cargo o'sha minglab gruppani yuklarini bir joyga jamlab, ularni duplikatlarini o'chirib, filtrlab, chiroyli bitta shablonga olib kirib, platformaga joylanadigan narsa. Har sekundda u ham yangilanib turadi, tinimsiz, одновременно 20 minglab yuk tayyor turadi ichida. Undan keyin duplikatlar bo'lmaydi. Undan keyin yuk qo'ygan odamlarni kim qo'yganini tekshirilganmi, tekshirilmagan ko'ra olasiz. Biz tekshirib ularga do'stlik beramiz. Tekshirganmi, tekshirilmaganmi uni bemalol ko'rsa bo'ladi. Yana eng qiziq tarafi, masalan, haydovchi bo'ladigan bo'lsa, haydovchilarning ham reytinglari bor. Bemalol haydovchini, normal haydovchimi, insoflimi, ishonsa bo'ladimi, uni ham ko'rsa bo'ladi. Bemalol. Biz masalan platformani ichida kirib, bemalol savdo, xuddi u bozor, siz kirib savdongizni qilavering. Biz aralashmaymiz savdoga. Shofir bilan yuk egasini o'rtasiga, dispetcher bilan yuk egasi, dispetcher bilan shofir o'rtasiga aralashmaymiz. 3 xil rol bor: haydovchi, dispetcher va yuk egalari. Dispetcher emas, ekspeditor desak to'g'ri bo'ladi. Yuk egasi, ekspeditor va haydovchi. Ularning o'rtasiga biz umuman aralashmaymiz, o'zlari kelishib olib gaplashaveradi. Bizniki arzimagan 49 ming so'm, 69 ming so'mmi? Haligi to'lov bor, endi abonentskisi bor. Uni katta programma, sayti ham, veb-sayti ham bor, prilojeniyasi ham bor. Bemalol qiziqsanglar, tashlab berishingiz mumkin. Mana bu dispetcherlarning ishini juda yengillashtirib beradigan platforma yaratganmiz. Juda ham qulay platforma, yengil ishlaydi. Biz o'zimiz ba'zida yukimiz chiqib qolsa, haydovchini o'sha platformadan kirib olib qo'yamiz. Xo'p, qaysi turi kimga mos kelishini aytdim-a? Mana ikkinchi turi ham xuddi shu. Haydov uyli bekalari, uyda o'tiradiganlar, davlat ishiga ishlamaydiganlar, postoyanno ishni xohlamaydiganlar uchun dispetcherlik yaxshi. Agar odamlar bilan yaxshi kelishishni bilsangiz, yaxshi tortsa bo'ladi u ishni ham. O'zbekiston dispetcheri bo'lsa, bu ham xuddi shu gap. O'zbekiston dispetcherligini qarang. O'zbekiston dispetcherligi menimcha eng qiyinlardan bitta bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Men o'zim shug'ullanmayman. Nimaga unaqa deb o'ylayman qarang. Tojiddinov. Aytaylik, o'zbekistonlik bitta tadbirkorman. Menga hozir O'zbekiston ichida, ya'ni Toshkentdan Qarshiga yuk jo'natishim kerak. Toshkentdan Qarshiga yuk jo'natishim uchun men birorta gruppada yoki dispetcherdan izlab nima qilaman? Men petakini bilaman, shoferlarning o'tiradigan joyda. So'ngishligiga boramanda primoy voditelni ola olaman. Mana shu taraflama menimcha o'ylayman, O'zbekiston ichiligi dispetcherligida logistikada dispetcherlarning ishi og'ir deb o'ylayman. Yuk olish qiyin bo'lsa kerak, unga pul qo'ya olmaysiz-ku. 1-2 million pul qo'ying qani, yukiga tushunmaydi. Sirasi tushunadi. Qarshidan Samarqandga hozir borish necha pulligini hamma biladi. Tapti narx ko'tarilgan narxni darrov tushunadi yukiga. O'shaning uchun undan ko'ra ol deydi, mabdan deydi, o'zimiznikidan ol deydi. Sonlishlikdan boradi, petakdan borib sho'pirroq ketadi. O'shaning uchun og'ir deb o'ylayman O'zbekiston ichidagi dispetcherlikni. Ras dispetcherlik qilmoqchimisiz, undan ko'ra kattaroq o'ringa chiqavering. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyaga. Demak, 3-turi endi kimga mos? Ana shu joyga diqqat qilasizlar. Bu to'g'ri tushunasizlar. Masalan, kimnidir agar xafa bo'lsa ham endi mayli-yu, lekin ko'ngilga olmanglar. Bu ham hammaga ham mos emas bu xalqaro logistika. Nima uchun? Birinchidan, xalqaro logistikada xalqaro o'rinda fikrlashni bilish kerak. Xalqaro logistikada har xil millatli odamlar bilan, bu Turk, Eron bo'lsa, bu Hindiston, Xitoy, Malayziya, Singapur, bu Yevropa bo'ladi, har xil odam bilan gaplashiladi. Har xil voditellar, har xil kompaniyalar bilan aloqaga chiqasiz. Dokumentlari og'ir, qiyin, qimmat. Bu narsalarni tushunish kerak bo'ladi. Undan keyin stressiga chidash kerak bo'ladi. Ish soati, masalan, Xitoy, biz ertalab ishga chiqqan paytimiz Xitoy davnomdan boshlayotgan bo'ladi. Bizga ertalab 7 dan dokument tashlaydi. Abetdan keyin bo'ladigan bo'lsa, biz uyga ketamiz deymiz 6-7 da, Yevropada endi abet bo'lgan bo'ladi. Mana shu tomonlarni ham tushunish kerak. Undan keyin bu sohada aytaylik, kam bilim bilan ishlash qiyin. Men sразу aytaman. Juda lekin vaqt bilan bilim yig'ib keyin xalqaro logistikada mustahkam bir logist bo'lib ketasiz. O'shaning uchun bekordan bekorga emas, bu sohaning logistlari hadib ish almashtirishmaydi. Bir joyda ko'karib ketishadi. Masalan, bo'shab ketsa, boshqa joydan ish topish qiyin. Undan keyin har yoshingiz o'tgan sari qiyinlashaveradi ish topishga. Yoshi kattaroqlar xalqaro logistikada sinab ko'raman desa oson bo'lmaydi. Chunki yoshroq 25-26 yoshli yosh fikrlaydiganni olgisi keladi ish beruvchi ham. Endi albatta masalan 35-40 yoshlilarning tajribasi o'ziga yarasha ko'proq bo'ladi-yu, ularning talabi ham kattaroq bo'ladi. Shuning hisobidan xalqaro logistikada opitli logistlar juda ham katta oylik talab qilishadi. Hozirgi kunda 2000 dollardan kamiga kelmaydi agar Xitoyni yaxshi bilgan yoki dengizni yaxshi bilgan logist bo'lsa, masalan 2000 chiqarib bermasangiz, u yoq bu yoq qilib ishlagingiz kelmaydi sizda. Mana kimga mosligi, o'ziga mosni tanlab olasiz. Xo'sh, keyingi savol. Sizlarning kursingizda o'qib, uyda o'tirib, nima? Sizlarning kursingizda o'qib, uyda o'tirgan holda pul topsa bo'ladimi? Kurslarni tugatib qayerlarda ishlasa bo'ladi? Buni juda ko'p gapiramiz. Ayniqsa mana shu savol ham juda ko'p keladigan savol, yana bir marta qaytarib o'tib ketaman. Bizni kursimizda o'qib, uyda o'tirib ishlay olmaysiz. Потому что yana tepada aytgan gapim. Uyda o'tirib ishlash u dispetcherlik. Dispetcherlikni biz o'qitmaymiz. Biz xalqaro logistikani o'qitamiz. Xalqaro logistika, xalqaro kompaniyalarga freelance ishchi kerak emas. Ularga ofisda o'tirib ishlaydigan ishchi kerak. Agar multimodal logistikani yaxshi bilsangiz, masalan, biron joyda ishlamagan bo'lsangiz ham, bizning kursimizdan keyin aytaylik, bironta kompaniyaga suhbatga borib, multimodal logistikadagi bilimlaringizni gapirib bersangiz, ya'ni ish beruvchini tajriba bilan emas, bilim bilan olasiz. Hamma bilavermaydi. Mani kursimdagi gaplar, bilasizmi, bitta institutda o'qitilmaydigan narsa. 2-3 har xil institutda, 3-4 har xil institut bilimini yiqqanman bitta qilib. 17 yil, 18 yillik tajribani maksimalni tiqqanman bitta darsga. O'shani hisobidan juda ham katta ma'lumot. 17-18 yosh hali maktabni endi tugatgan bo'lsangiz, balkim sizga og'irlik ham qilishi mumkin bu kurs. Darrov kirmaydi buncha ma'lumot. Xuddi hierogliflarni xitoy tilida gapirayotgandek tuyulaveraman. Juda qiyin ma'lumotlar. Tajribali xodimlarga mos keladi. Tajribali logistlarga, tajribali xodimlarga juda ham mos keladigan kurs bizniki. Uyda o'tirib yo'q, ishlay olmaysiz, pul topa olmaysiz. Uyda o'tirib pul topsam bo'ladimi? Kursdan keyin darrov daromadga chiqib ketamanmi? Yo'q, bundan keyin emas. Boshqa kursda u daromadga, biznesni o'qitadigan kurslar boshqa. Biz biznesni o'qitmaymiz, biz kasb beramiz. Sizlar boya bittasi yozibdi u kuni, nazariya ekanda faqat. Ya. Nazariya, siz qayerda sizga, qaysi institut sizga pul ishlashni o'rgatib chiqazib boradi?
qaysi maktabingiz sizga pul ishlashni o'rgatadi? Oldindan boshlab olaylik. Maktabimiz yoki institutimiz bizga pul ishlash u yoqda tursin, pulimizni to'g'ri boshqarishni o'rgatmaydi. Siz kursdan kelib soqqiga chiqib ketamanmi deyapsiz. U boshqa narsa, u mashinik kurslar boshqa, ularga borib o'qishingiz mumkin. Uni absolutno boshqa narsalar. Kurs offline mi? Bunisi ham bor Tojiddin bizda. Offline ham, online ham bor. Sizni bilimingizga, sizni yashash joyingizga qarab, sizni nimangizga, o'rningizga, tajribangizga qarab tanlab berishadi administratorlar. Yozsangiz bo'ladi bemalol. O'zlari aytishadi. Har xil o'rnga mos keladigan kurslarimiz bor. Xo'p, mana keldik kakras. Kurslar kimga mos keladi? Bizning kursimiz kimga mos keladi? Birinchi o'rinda agar bilim olishdan qaytmaydigan odamga mos keladi. Yo'q, men shu narsani o'rganmoqchiman. Xalqaro savdoni o'rganmoqchiman. Xalqaro aloqalarni o'rganmoqchiman. Men bu bizning kursimizda faqat A nuqtadan B nuqtaga yuk tashish emas. Ichi to'la biz bilimda. Men shu narsalarni o'rganmoqchiman. Multimodal logistikani o'rganmoqchiman. Intermodalni bilmoqchiman. Temir yo'l, havo, dengiz logistikalari, dokumentatsiya, xalqaro shartnomalar, xalqaro umuman eksport qanaqa qilinadi, import qanaqa qilinadi, bojxona qanaqa qilinadi degan odamga, bilim olishdan qaytmaydigan odamga mos keladi. Undan keyin, agar siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, yo'q, mos kelmaydi sizga bu. Chunki siz meni kursimdan, mendan olgan bilimni bir joyga borib ishlatishingizni xohlayman. Siz hali maktabda o'qiydigan bo'lsangiz, yo'q, uni hali bir joyga sizni ishga olmaydi. 15-16 yoshli yozadi, borsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Sizlarni hech kim hozircha ishga olmaydi. O'qiganingiz endi bilim sifatida qolishi mumkin, no, foydalana olmaysiz. Shuning uchun biz rekomendatsiya qilmaymiz. Bizga yosh logistlar, aytaylik siz logistika kompaniyasida ishlayapsizda, bilimingizni orttirmoqchisiz. Bilimingiz oshmayapti. Joyingizda qotib qolgandek sezaverasiz. Menda logistlar ishlab ketdi. O'qib ketdi. Logist bo'lib ishlab yurgan, 2 yildan beri ishlab yurgan bolalar. Biz logistikani biz o'zimizning yo'nalishimizni tushungan ekanmiz. Agar bo'lsa biz bor yo'q 10% ni bilmagan ekanmiz deb ketishdi bolalar. O'qib bizda kursimizda o'qib shu narsani tushunishdi. 10% ni bilmas ekanman debdi. Ana shunisini farqi shunda. Undan keyin yana kimga to'g'ri keladi? Xalqaro savdo bilan shug'ullanuvchilar, import eksport bilan shug'ullanuvchilar, distribyutorlik kompaniyasida ishlovchilar. Ya'ni distribyutorlik degani mana shu narsalarga chetdan xomashyo olib kiruvchi. Xomashyo bo'ladimi, tayyor mahsulot bo'ladimi olib kirasiz, eksport qilishni boshlamoqchisiz, ularga mos keladi va umuman agar xalqaro toifadagi kompaniyada ishlashni xohlayman, kimlardir eslaysan, yoshligimizda shunaqa bo'lardik. Nima kim katta bo'lganingdan keyin kim bo'lmoqchisan desa, oppoqqina ko'ylakda bitta ofitsialniy bitta ofisda, международный kompaniyada ishlashni xohlayman derdik. Men orzumga yetganman, xuddi shunaqa bo'lganman. Ana shuni xohlaydiganlarga mos keladi. Bitta ofitsialniy kompaniyada, международный kompaniyada haligidek bemalol dispetcherlikka o'xshab emas, yarim kechasi emas, ertalab 9 dan 6 gacha normal holatda ofitsialniy ish joyingiz bilan, otpuskalaringiz bilan, boshqasi bilan ishlaysiz. Katta xalqaro shartnomalar topshiriladi, katta kompaniyalarning o'rtasida aralashasiz. Butun dunyo bo'yicha yuk tashiganingizdan keyin kerak bo'lsa politikani ham o'rganib ketasiz. Geografiyaniki so'qib ichorasiz, yana politikani ham o'rganib ketasiz. Nima uchun Erondan yura olmaymiz? Nima uchun hozir Rossiyadan yura olmayapmiz? Rossiyadan yursak qanaqa shartlar bilan yursak bo'ladi? Yuklarimizni tashishda juda ko'p mana shunaqa sanksionni narsalar tushunishni boshlaysiz. Dokumentlarni qanaqa qilib qilinadi? Xalqaro dokument qanaqa qilinadi? Masalan, mijozimiz bor, qilib yurgan ekanda, aralashmagandan keyin hech qachon bilmas ekan dokument qanaqa qilinishini. Ya'ni отправители, Shri-Lankadan jo'natadigan отправитель qilib yurgan ekan dokumentni, tushunmagan ekan. Biz qilib berdik hammasini oxirida. Mana shunaqa odamlarga mos keladi. Bizda o'qitdi xodimlarini, xalqaro savdo bilan shug'ullanadigan odamda shogirdlarim yo'q deydi. Yaxshi deydi, xalqaro отношенияni biladigan bolalarim yo'q deydi. Mana shunaqadan o'qitib olishdi bizda. Mana shu eksport qiluvchi bolalar. Mana kimlarga mos keladi? Agar yana kimdadir shu mos masalan kimligingizni aytsangiz, men masalan mana shu ish bilan shug'ullanaman, to'g'ri keladimi, yo'qmi desangiz, sizga ha yo'q deb ketaman. Xo'p, offline va online kurslarning farqi nimada? Tojiddinov, keldik mana sizga. Offline kurs o'zining nomi bilan offline. Biz unaqa ko'p o'tmaymiz offline'ni, yilda 3 ta yoki 4 ta o'tamiz. Keyingi kursimiz sentyabr oyida bo'ladi. Keyingi gruppamiz hech qachon katta qilmaymiz, 10-12 kishilik gruppa bo'ladi. Offline'da shanba, yakshanba kuni o'tamiz darslarni, chunki boyaga aytgandek, bizda kursimizga o'qiydiganlar xodimlar, qanaqadir bank xodimlari kelib o'qidi dasha.
xodimlar bo'lishi mumkin, yosh menejerlar bo'lishi mumkin. Ular hafta davomida ishlaydi-da. O'shaning uchun ularga shanba-yakshanba qilib berganmiz. Darslarimiz 4 soatdan kam bo'lmaydi kamida. O'zi 2 soatga mo'ljallangan, lekin hech qachon 2 soatda tugatmaymiz. Ertalab 10 da boshlanadi, tugaganda. Hech qaysi leksiya holatda o'tmaydi, svobodniy holatda o'tamiz. Suhbatlashib, gaplashib, kofe ichib, shirinlik yeb, mana shunaqa holatda gaplashiladi. Ayniqsa oxirida savol-javoblar ko'p ketib qoladi bizda. Shunaqa men darsda shunaqa o'tganim uchun savollar yig'ilib ketadi. Savol-javoblarning o'zi bilan ancha cho'zib yuboramiz darslarni. 4 soatga cho'zib ketgan vaqtlari bo'lgan. Shuni hisobidan offlaynimiz ana shunaqa yuzma-yuz o'tirib, uzoq bilan 10 kishilik guruhda qilamiz. Undan odam ko'p undan ortiq odam olmayman. Hali hech qachon 10 tadan oshirmaganmiz. Bir marta 10 ta bo'lib ketgan. Iloji boricha 6, 7, 8 jajjiroq guruhda qilamiz. Shu har bir kishi bilan mustaqil gaplashish uchun. Onlayn kurslarimiz bizniki qanaqadir Zoom yoki nimadan emas, hammasi platformada, maxsus platformamiz bor. Platformada yozib olingan darslar. Kichkina offline onlayn darsimiz bor. Ya'ni beginnerlar uchun, nollar uchun. Logistikani nimaligini bilmaysiz. Ishlagingiz kelyapti-yu, lekin umuman nimaligini bilmaysiz. Logistikani tushunmayapsiz. Kechasi ishlanadimi? Ingliz tilini bilmayman, qanaqa ishlayman deydiganlar uchun kakras xalqaro logistikani nimaligini tushunmoqchi bo'lganlar uchun juda ham mos beginner kursimiz. Narxi ham arzimagan. Mana bitta obed puli bu yotibdi, 99 ming so'm bo'lgan. 12 ta video darslar tashkil topgan. 12 ta video dars, tamom 15-20 minutdan o'zim lichni yozganman har bitta darslarni. Sotishyapti, to'g'rimi? O'zbekiston logistikasi Telegramdan olib chiqib ketsa bo'ladimi? O'zbekiston logistikasini Telegramdan olib chiqqimiz keladi. Mana biz platforma qilganmiz, olib chiqishga harakat qilamiz. Mijozlarni olib chiqish kerak, odamlarni. Biz platformani yaratdik Telegramdan chiqib ketadigan narsani. Ana endi klientlarni o'zlari o'rganish kerak sekin-sekin. Yuklarni qanday sotish kerak, tezroq sotish. O'zbekiston ichi boya aytdim, siz Shohjahon sal kechroq kiribsiz. Bir 15 minut oldin aytib o'tib ketdim. O'zbekiston ichidagi yuklar to'g'risi biz ishlamaymiz. O'zbekiston ichida dispetcherlar bilan ishlamaymiz. Bu narsani absolyutni qilmaymiz. Men yaqinlashmayman bunaqa ishlarga. Buni juda ham qiyinroq ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zbekiston yuklarini tashishda. Rasmiy kompaniyani qanday ochsa bo'ladi? Borasiz kompaniyani ochasiz. O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, kompaniya ochish 15 minutlik ish. Xo'p, onlayn darslarimizni davom etamiz. Onlaynimizda beginneri mana shunaqa juda ham nolvoylar uchun, nimaligini hali logistikani tushunmaganlar uchun to'g'ri keladi. 12 ta dars 15-20 minutdan yozilgan. Umuman multimodal logistikani, xalqaro logistikani tushuntirib berilgan 12 ta darsda. Bu icebergning uchi bor yo'q. O'shaning uchun haligi beginnerlar uchun soddaroq qilib taxlangan dars. Nechta modullar bor, bir-biridan keyin logistika firmaga harakat qilsa bo'ladimi? Albatta. Hozir mana shuni aytayman mana Mirjahon aka. Shu narsani aytayman. Beginnerdan keyin ko'nglingiz to'lmaslikni boshlaydi. U beginner aniq bilaman, ko'rganingizdan keyin absolyutno logistika haqidagi fikrlaringiz o'zgarib ketadi. Оказывается, logistika umuman siz o'ylamaydigan narsa ekanligini tushunasizlar. Sizlar logistikani bitta shoxini bilgan bo'lsanglar, aytaylik shu yuk tashish yoki dispetcherlik katta bir daraxt ekanligini ko'rasiz. Arzimagan 12 ta darsning ichidan bu onlayn kichkinasi hali beginnerimiz. Undan keyin aniq bilaman, beginnerimizda o'qiganlar albatta darrov bizdan so'rashgan keyingi urovni qanaqa. Keyingi urovda pro kursimiz bor. Pro kursimiz 8 ta modul, 8 ta modul. 8 ta modulda 48 ta video bor. 43 ta, uzr. 43 ta videomiz bor. 8 ta modulning ichida. 43 ta videodan tashqari yana bonus videolar ham bor, buncha darslik. Umumiy darslik 51 ta video. Har bittasi 15-20 minutdan yozib olingan maxsus platformada. Bitta darsni tugatib, testdan o'tolmasangiz ikkinchi dars ochilmaydi. Prosta tak sizga video pattilab berib tashlamaymiz-da. 70% agar javob bermasangiz keyingi dars ochilmaydi. Shunisi bor, ana shu qiziq tomonlari. O'zlashtirishingiz uchun, chuqurroq qilib o'zlashtirish uchun. Va alaykum assalom Davron aka. Keyin mana bu beginnerni 6 oy, proga 6 oy vaqt beramiz. 6 oy davomida kamida 2 marta ko'rsangiz ham bo'ladi. Har kuni bittadan ko'rgan taqdiringizda ham 50 ta videoda 51 ta video. O'zi 2 oylik narsa. Haligi chelizdan bo'lishingiz mumkin, ko'ra olmay qolgan kunlaringiz mumkin. Shuni hisoblab 6 oylik do'stlik beramiz. 2 marta ko'rib olishingiz uchun. Sertifikat beraman, boshqa qilaman. Agar masalan onlaynda o'qiganlar ham sertifikatni o'zim xohlayman desa, biz ofisga taklif qilamizda, keling deymizda, ofisda biroz o'tirib gaplashib, ozroq suhbatlashib, sertifikatni o'zim qo'lim bilan beraman. Unaqa holatni ham qilib bera olamiz.
biz agar erinmasanglar Toshkentga bizda ofisga kelib ketishga. Shunaqa holat ham bor. Mana farqi onlayn bilan offlayn. Onlaynimiz mana kelasi yildan 2027-yildan bizda yana onlaynda yana versiyasi bor. Zoom versiyasi ham ochiladi. U ko'proq korxonalarga tashkillashtirilyapti. Masalan, men borib tashkilotlarni, logistika otdellarini ham o'qitib berib ketaman-da. Ularga borib, masalan, 6:30gacha shu Bekobodga borib o'qitdik. Nimani o'zida bu Toshkentning o'zida masalan bittasini zakup bo'limini o'qitdim. Zakupchilarga ham juda ham mos keladi-da, ya'ni xalqaro zakup bilan shug'ullanuvchilarga juda ham mos keladi. O'shaning uchun kompaniyalar uchun, ularni Zoomni kompaniyalar uchun yaratgandik, buni oddiy tinglovchilar uchun ham qilamiz. Yo'q, individual kursimiz hozircha yo'q, unga endi kuchim yetmaydi, uncha vaqtim yo'q-da. Shuni hisobidan individual qila olmaymiz hozircha. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Tushundinglarmi? Onlayn va offlayn kurslarning farqini? Kimga savol bo'lsa, bemalol berib ketaveringlar. Agar issig'ida kelib qolsa, javob berib ketaman. Agar qanaqadir neftem bu savol bo'lib qolsa, keyinroq olib qo'yib, baribir javob beraman обязательно. Kursingizni tugatib qancha daromadga chiqsa bo'ladi? Mana shu savol eng ko'p uchragan 170 martami uchragan savol ekan. Odamlardan kelgan, o'sha podpischiklarimizdan, umuman aloqaga chiqqan odamlardan eng ko'p kelgan savol kursingizni tugatib qancha daromad qilsa bo'ladi? Qancha va keyin yana boshqasi ham bor edi. Kursingizni tugatganimdan keyin qachon daromadga chiqib ketaman? Mani kursim biznes emas. Men biznesni o'qitmayman. Biznes o'qitadiganlar u boshqa odamlar. Daromadga olib chiqib qo'yadigan sizlarni biznesga o'qitadiganlar boshqa. Qanaqadir buni sotib ber, buni sotib ber, daromadga chiqasan deydi. Yo'q, biz unaqa narsani qilmaymiz. Biz kasb o'rgatyapmiz. Siz institutga o'qishga kirishdan oldin ham so'raysizmi bu savolni? Shu akalar, shu mana shu kursingizdan keyin daromadga chiqaman deydiganlarga shu gapim. Institutga agar o'qishga kirsangiz, iqtisodiyot fakultetiga borgandan keyin dekandan, rektoringizdan so'raysizmi? 4 yil institutga o'qiganimdan keyin qancha daromadga chiqaman deb so'ramaysiz-ku. 4 yil o'qiganimdan keyin ish topib berasizmi deb so'ramaysiz-ku. Bu kurs ham shunaqa. Uni ham to'g'ri tushunaman. U boyaki dispetcherlikni izlab yurganlar bu savolni beradi bizga. Kursingizdan keyin qancha daromadga chiqaman? Kursingizda o'qiganimdan keyin nechta uydan pul topsam bo'ladi? Birodar, bizda bor xodimlar 40 milliongacha oylik olishadi. 40 million. Endi 40 millionlik oylikka kelish uchun yaxshigina qiyinchilik yo'ldan o'tib kelgan u. Men o'zim masalan kompaniyamni ochishimdan oldin ham men juda yaxshi daromad, ya'ni katta oylik olardim. Direktor po logistika bo'lgan paytim yoki departament boshlig'i bo'lgan paytim shu katta oylik olardim. Lekin unga kelguncha kam yo'l bosib o'tmaysizda. Darrov kursdan keyin unaqa daromadga chiqmaysiz. Hozir kunda agar yosh logist bo'ladigan bo'lsangiz, yosh xodim bo'ladigan bo'lsangiz, kompaniyalar 4-5 million atrofida oylik berishadi. Lekin o'shanda ham bilimiz mosroq kelsa, qanaqadir dispetcherlik bilim bilan yoki umuman ko'cha bilim bilan kelsangiz unchani bermaydi. Xalqaro narsani salgina ozroq xalqaro fikrlashni biladigan bo'lsangiz, xalqaro logistika bilan shug'ullanadigan kompaniya sizni ishga oladi. Kamida 4-5 million oylik. Kamida. Keyin oyligingizni ko'tarilishi hammasi o'zingizga bog'liq. Qancha daromad qilish mana shu. Minimum 300-400 dollar, maksimum 4000-5000 dollar deyveraman, qo'rqmasdan. Maksimum agar u sizni o'zingizga bog'liq maksimumimiz. Uyda dispetcherlik qilaman, tajribamni oshirmoqchiman, sizlarning kurslaringiz to'g'ri keladimi? Aynan dispetcherlar uchun juda ham zo'r keladi. Siz dispetchersiz. Aytaylik, xudo ko'rsatmasin, ishingiz yurishmayapti. To'yingiz gruppadan yuk ola olmayapsiz, boshqa qila olmayapsiz. Sekin-sekin xalqaro fikrlaringiz kelyapti-da, haligida faqat Toshkent, Moskva, Toshkent yoki Belorussiya qatnamayapsiz-da. Bu taraf Xitoy, Eron, Pokiston, Turkiya, dengiz taraflardan, haligi, ya'ni o'sha Indiya, Malayziya, Singapur, Shri Lanka ana bu taraflarga o'tkiz kelyapti. Mana ana shular uchun, dispetcherlar uchun, ya'ni boshlang'ich bilim bor, mashina qanaqa ishlaydi bor, invoice nima, upakovchlik nima, SMR nima biladigan dispetcherlarga juda ham mos. Agar bilimingizni keyingi darajaga olib chiqaman desangiz, bizning kursimiz aynan siz uchun. Lekin men dispetcherman, sizning kursingizda o'qib ketganimdan keyin kuchliroq dispetcher bo'lamanmi desangiz, yo'q. Kuchliroq dispetcher qilmayman men. Dispetcherlik haqida vaqti gapirmaymiz bizning kurslarda. Balkim bir ikki og'iz masalan tema joyi kelganda gapirib o'tarmiz, lekin umuman u narsalarni o'qitmaymiz. Chunki men o'zim dispetcher bo'lmaganman hech qachon.
Ulardan faqat offline o'qishga borib, shanba yakshanba o'qisa bo'ladi. Logistika kompaniyada dushanba, jumaga ish o'rganib qolganlar oldida o'tirish ruxsat beradimi? Balkim beradiganlari bordir. Masalan, qaysidir kompaniyalar berishi mumkin. Menda unaqa imkoniyatim yo'q. Menda kerak bo'lsa qo'shimcha даже stol yo'q. Hamma xodimlarimiz o'zimiz nima qilgan bo'lishi mumkin. Unaqa kompaniyalar albatta haligi nima deydi? Tajriba olish maqsadida ishlamoqchiman. Oyligingiz ham kerak emas. Menga hozir bilim kerak desangiz, kimlargadir hozir masalan assistentlar kerak bo'ladi, logistika assistenti, yosh xodimlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unaqa kompaniya to'lib ketgan. Ish yo'q deb nima qilmaylar, men o'zim lichni ko'raman, headhunterga kiraman, to'lib yotibdi logistika bo'yicha ish. 3-4 million yoki 5 million oylik beraman desa, kamaganda boryapsizlar. Hali opitingiz yo'q bo'lsa sizga 3 million ko'p. Siz oldin o'zingizni isbotlab bering, qimmatroq xodimligingizni, keyin beradi sizga o'sha ish beruvchi. Ish to'lib yotibdi ekan headhunterga kirsangiz, specialist по логистике, specialist VET degani nimaligini bilsanglar kerak. Внешний академический деятельность. Ana shu VETda ham o'qitamiz biz, juda ham katta narsalar bor. O'sha dispetcher bo'ladigan bo'lsangiz, bizga kelib o'qiyman desangiz, keyingi urovga chiqaman, xalqaro toifaga chiqaman. Dispetcherlik jonimga tegdi. Haydovchilar bilan har kuni urush jonimga tegdi. Pul talashish, $50 qarab o'tirish jonimga tegdi deydigan bo'lsangiz, mana bu kurs siz uchun. Bizning kursda o'qigan dispetcher bolalarni bilaman. O'sha SNG davlatlarda ishlab yurardi. Bizning kursdan keyin o'zgartirmadi kasbini. Dispetcherlikni yaxshi biladi, shoferlar bilan yaxshi gaplashadi. Xitoyga o'tib ketdi. Xitoy shaharlarini yaxshi o'rgandi, Xitoy chegaralarini yaxshi o'rgandi. Xitoyga kirib ketdi. Ingliz tilini kuchaytirdi, shu bolalarni bilaman. Tuppa-tuzuk hozir dispetcherligini ham nimasini kengaytirishni boshladi. Eplab ketadi. Bizning vazifamiz sizga bilimni berish. U bilimni qo'llash sizning ishingiz. Kurs narxi qanaqa aka? Hozir aytaman kurs narxini. Kurs narxi bizda o'zi nimada Instagramda yozishadi qizlar. Xo'p, kursdan keyin ish bilan ta'minlaysizmi? Yana o'sha gap, mana eng ko'p 100 haligi deganimni bittasi sherigi shu. Kursdan keyin ish bilan ta'minlaysizlarmi? Ish talab qilyapsizlar oddiy bir o'quv markazidan. Biz oddiy bir o'quv markazi bo'lsak kichkinagina. Biz xalqaro logistikani o'qitganimiz bilan biz bir qanaqadir bir institut emas biz. Hatto institut ham bermayapti hozir ishda. Biz faqat bilimni beramiz. Ish bu sizning ishingiz. Ish to'lib ketgan, yana aytaman, ish to'lib ketgan. Ko'pchilik o'zi xohlamayapti. Lekin ish masalasida qanaqa bo'ladi? Bizda offline kursimizda 1 kunlik alohida dars bor. Logistika sohasida karyera qurish, logistika sohasida qanaqa qilib daromadni oshirish, qanaqa qilib suhbatlarga tayyorlanish, rezyume qilish, mana shu haqida 1 kunlik darsimiz bor alohida. Undan keyin bizda masalan partnyorlarimiz bor. Mana bizda transportlik kompaniya ham bor, mana ekspeditorskiy kompaniyamizda partnyorlarimiz bor, boshqa kompaniyalar. Mana shuni ham biladi meni o'qituvchiligimda, ularga xodim kerak bo'lgan paytida bizdan so'raydi. Yaxshi bir shogirding bormi? Mana shu yo'nalishni biladigan. Yaxshi shogirding bormi? Turk tilini biladigan. Yaxshi shogirding bormi? Shu odam qilib olaman, o'zim tarbiyalab olaman deydi. Mana shu holatda e'lonni biz olamizda birinchi bo'lib gruppaga tashlaymiz. Mana shu kompaniya izlayapti. Ikkita xodim, ikkita o'quvchimiz shunaqa qilib osongina ish kirib ketgan. Undan keyin o'zimizga ham agar izlab qolsak, mana ba'zida bo'ladi, o'zimizga ham xodim izlab qoladigan bo'lsak, birinchi o'rinda men shogirdlarim ichidan olaman. Tashlayman. Kimga agar jilaniya bo'lsa, mana kelinglar gaplashib ko'ramiz deyman. Bizda bekorchilar kamdan kam o'qigan, shuni hisobidan shogirdlar ichidan bizga ish chiqmagan. Biz shogirdlar ichida hammasi qanaqa ishlaydigan menejerlar, har xil sohadagi xodimlar bo'lgani uchun men asosan ish izlashmagan. Ishsiz odam kim o'qimagan. Bor, ishsiz odam ham biznesga aralashib ketgan keyinchalik, eksportga. Shuning uchun yo'q, ish bilan ta'minlamaymiz, lekin tashlab ham qo'ymaymiz shogirdlarni. Как положено yordam berib, maslahatlar berib, kerak bo'lsa bu suhbatlarda qanaqa o'zini tutish boshqasi hammasi o'rgatiladi va o'sha o'zimizning partnyor kompaniyalarga mish-mishlarni tarqatib tashlaymiz. Onlayn offlayn kurslarda amaliyot bormi? Amaliyot yo'q, amaliyot qilib bera olmayapman. Endi oldingi kurslarimizda amaliyot qilganmiz. Offlayn kursimizda amaliyot bo'lgan. Ya'ni offlayn kursimizni tugatgandan keyin 1 oylik amaliyot qilib berganmiz. Har kuni emas, haftada 2 marta, 3 marta vaqtingizga qarab yarim kun kelib ketinglar deymiz. Bizni kompaniyani logistlari bilan real o'tirib ishlashlari uchun. Xalqi
nima qilib berardik, amaliyot qilib berardik. Hozir kuchimiz yetmayapti bu narsaga, chunki birinchidan ishni o'zi mana bunaqa yonayotadi mana bu yoqda, ikkinchidan bo'sh joy topib bera olmay qolamiz. Bo'sh joy topib bera olmay qolamiz, o'shaning uchun imkon qadar chaqiramiz, amaliyot kamida 2-3 marta chaqirib, o'tkaztirib, tanishtirib, logistlar bilan suhbat olib, olgan bilimlaringizni kelib, haligi real logistlar bilan maslahatlashib ko'rib, ketadigan sharoit qilib beramiz. Onlaynchilarga u narsani qilib bera olmaymiz, chunki onlayn birinchidan onlayn bekorga o'qimayapsizlar, skорее всего Toshkentda bo'lmaganlar onlayn o'qiyapti. Shuning uchun onlaynchilarga amaliyot qilib bermaymiz. Yo'q. Temir yo'l logistikasi ham o'rgatiladimi? Temir yo'l logistikasi uchun bir kunlik alohida dars bor. Temir yo'l logistikasini bizda transport universitetini dotsenti, professor kelib o'tadilar. Aziz aka deymi, Aziz aka kelib o'tadilar. Juda ham katta mutaxassis, o'zlaringiz agar transport universitetida o'qiydiganlar juda ham yaxshi tanishadi Aziz akani. Dotsent, PhD temir yo'lni prям ikir-chikirgacha o'qitib beradilar. Ular faqat o'qituvchi emas. Nima ustozimiz oddiy o'qituvchi emas. Masalan, transport universitetidan tashqari O'zbekiston temir yo'llari GJKda ishlagan odam. Temir yo'lni prям 20 yillik umri mana shu temir yo'lda ketgan odam. Mana shu odam o'qitadi darsda. Undan keyin mana shu Aziz akaning o'zlari bizning o'quvchilarimiz uchun maxsus Chuqursoy stansiyasiga ekskursiya tashkil qilamiz 1 kunlik. O'sha dars kuni Chuqursoy stansiyasiga olib borib, stansiyaga olib borib, ko'rsatib, stansiya qanaqa ishlaydi, vagonlar, boshqasi stansiyaning glavniy injenerlarigacha suhbat qilinadi. Ekskursiya realda ko'rasizlar. Temir yo'l qanaqa ishlashini men o'zim masalan har safar boraman. Ana shu ekskursiyaga bo'lmasa men endi 20 yildan beri sohaning ichidaman, lekin har safar menga qiziq. Ekskursiya bo'lsa, men ham qo'shilib boraman. O'tgan safar ham bordim. Mana shu dahshat bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ya'ni Aziz akadan keladigan fikrlar ham kuchli-da. Ustozimiz juda ham temir yo'lda endi baribir katta mutaxassis. Shuni hisoblan. Xo'p, yana savollar bo'lsa, mana shunaqa berib ketaveringlar. Joyda balki mana kurs haqida nimalarni ayta olmayotgandirman. Mana sizlarning savolinglar yaxshi yordam beryapti eslatishga. Sizga bergan sertifikat qayerlarga o'tadi? Chetga ishga o'tadimi? Sertifikat hech qayerda o'tmaydi, bilib qo'yinglar. IELTS dan boshqa, sifrdan boshqa sertifikatlar o'tmaydi. Sertifikat mana shu kursni tamomlaganingizni isbotlab, tasdiqlab beruvchi narsa, dokument. U ofitsial yuridik kuchga ega bo'lmaydi sertifikatlar. Bizning sertifikatimiz shu jumladan. Hech qanaqa yuridik kuchga ega emas, lekin mana shu kursni tugatganligingizni tasdiqlab beramiz. O'zbekiston logistikasi Telegramdan olib chiqib ketsa bo'ladimi? Yana siz berdingiz-ku bu savolni. Bo'ladi. O'zbekiston logistikasini Telegramdan olib ketsa bo'ladi-yu, uning uchun o'zimiz qilishimiz kerak. Hammamiz birga bo'lishimiz kerak. Mana sizlarga o'xshagan yoshlar ayniqsa yaxshi ish berib, qanaqadir kuchli platformalarni qilib berib, nima deydi, Telegramdan olib chiqib keta olsanglar, odamlarni eskicha stildan ishlashni olib chiqib keta olsanglar, yo'q demaymiz. Hamma ishlayapti-ku buni ustida. Olib chiqib ketish uchun. Assalomu alaykum. Aviakargoni hujjatlarini to'ldirish ham o'rgatiladi. Albatta, aviakargo bo'yicha alohida, yana bitta alohida darsimiz bor. Xuddi temir yo'lga o'xshagan aviakargoni ham biz alohida o'qitamiz. 1 kun alohida dars. U chunki juda ham chuqur bo'lgani uchun aviakargo bo'yicha maxsus o'qituvchimiz bor. Bilsanglar kerak, Centrum Air'da, Centrum Logistikda, Centrum Air'da juda katta bir должность ishlaydigan o'qituvchi kelib o'qitadi. Lekin uni bitta muammosi bor, o'zbekcha bilmaydilar. Agar gruppada biz masalan darsdan oldin so'raymiz, ruschada kimnidir muammosi bormi? Agar gruppada kimnidir muammosi bo'lsa ruschadan, biz o'qituvchini taklif qilmaymiz. Lekin agar yo'q, problema yo'q, ruscha bo'lsa ruscha taklif qilavering deyishsa, ana shu o'qituvchini taklif qilamiz. Centrum Air'da kuchli bir mutaxassis kelib, juda katta tajribaga ega, masalan, umri davomida shu aviaperevozkalar bilan shug'ullangan odam juda katta narsani o'qitib ketadi. Bilim shu nima deydi, haligi uni gapiradigan gapiga e'tibor bermaysizlar-da, savol bilan dars cho'zib yuborasizlar-da. Savol javobni o'zi bilan haligi katta nima bo'lgani uchun, mutaxassis bo'lgani uchun savol javobni o'zi bilan juda ham katta bilim olasizlar. Aviakargo. Xo'sh, tak savollarga uspet qilganimcha, logistda asosiy vazifasi nima? Logistda asosiy vazifasi bitta. Tadbirkorni yukini eson-omon A nuqtadan B nuqtaga ortiqcha xarajatlarsiz to'g'ri odamga, to'g'ri vaqtda, to'g'ri yo'nalish bilan yetkazib berish. Mana sizning asosiy vazifangiz. Meni vazifam, shuncha yillik logist vazifasi sifatida bizning masalan o'zimizning qadriyatimiz bor.
missiyamiz, ya'ni bizning vazifamiz tadbirkorga yordamchi bo'lish. Tadbirkorlar sizlarga shunchaki yukini bermaydi. Tadbirkorlar sizlarga ishonchini beradi. 100 minglab dollarlik yukini, millionlar ba'zida mana hozir mana Gruziyaga qarab chiqib ketdi 4 ta mashina, 1 million 400 mingdan. Почти 6 million dollarlik yuk chiqib ketyapti. 6 million dollarlik yukni 4 ta mashinani qo'rqmasdan berib yuboradi. Mana sizning vazifangiz uni tinch uxlattirish. Logistik vazifasi tadbirkor bo'ladimi, shu kompaniya bo'ladimi, B2B bo'ladimi, B2C bo'ladimi, aloqasi yo'q. Mijozni tinchligini uxlashiga sizning vazifangiz mana shu. O'zbekiston ichidan boshlab turish uchun nima qilish kerak? OTP botlar orqali ishlayapti, shu to'g'rimi? Men to'g'risini aytaman sizga, botlar umuman u narsani yana boyaga aytganimdek, umuman aralashmayman O'zbekiston ichidagi yuklarga. Yana aytaman, O'zbekiston ichidagi yuklarni tashish uchun yuk egalari qanaqadir bot, qanaqadir spetsial sistemalar ishlatishmayapti. Bunaqa narsani o'zi yo'q. Sarafanda radioni o'zi, ya'ni odamlar bilan gaplashadigan, tanish shoferlar bilan bo'ladigan o'sha ishni o'zi bilan eplashib ketishyapti. Tadbirkorga qanaqadir o'rtakash, qanaqadir bir kompaniya kerak emas. Qachon kerak bo'ladi? Expeditor kompaniya. Uni ma'lum o'zini bir talablari. Aytaylik, mana ko'pchilik o'sha bergan savollarga javob berib ketaman. Boya aytdim-ku, yukda logistikada 3 ta rol bor. Yuk egasi bor, ekspeditor bor va tashuvchi bor. Перевозчик. Перевозчик degan shofer degan nevajna. Mana shu 3 ta rol o'ynaydi har doim. Ba'zi hollarda bo'ladi, yuk egasi bilan haydovchi ham primoyga ishlay oladi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, baribir ham 70-80% holatda ekspeditor orqali ishlanadi. Nimaga? Ekspeditor nimaga kerak? O'rtakash nimaga kerak degan savol bo'ladi, to'g'rimi? O'rtakash emas bu. Ekspeditor faqat o'rtakash emas. Ekspeditor butun bir jarayonni boshqarib turadi. Dokumentlarni boshqaradi, yo'llarni boshqaradi, shoferga instruksiyani beradi va mijoz bilan, ya'ni mijoz shofer bilan kelisha olmasligi mumkin, pul sohasida kelisha olmasligi mumkin, vaqt sohasida kelishi mumkin. Mijozga 4 ta mashina kerak. 4 ta shofer bilan dinli gaplashmaydi u mijoz. U mijoz undan ko'ra bitta ekspeditor yollaydi, 4 ta mashina 4 tarafdan qo'yib beradi. Bitta javobgar bo'ladi. Indoneziyadan olib kelyapti yukini. Kimga beradi? Qanaqa shoferga beradi? Shoferga bermaydik, uni bitta kompaniyaga berish kerak. Buni multimodal deydi. Bitta kompaniya dengizni boshqaradi, portni boshqaradi, keyingi quruqlikni boshqaradi, mavqega kelgandan keyin chegarani boshqaradi. Mana nima uchun ekspeditor kerak. Ishlab bo'lmaydi. Uni primoy shofer yoki primoy dengiz operatori вообще mijozlar bilan primoyga ishlamaydi. Dengiz operatori faqat ekspeditor orqali. Aviaperevozkalar faqat ekspeditor orqali. Siz aytaylik mijoz bo'ladigan bo'lsangiz, yukingiz bo'lsa aytaylik Avstriyada telefon qilib havo yo'llariga meni yukimni olib kelib deya olmaysiz. Ekspeditor orqali, maxsus agentlari orqali olib kela olasiz. Uni keyin qo'pol qilib aytganda keyin o'rtakash deysiz. Yo'q, o'rtakash emas, uni tartib qoidasi shunaqa logistika. Ana shuning uchun mana 3 ta taraf ishlaydi har doim. Hammasini o'zining o'rinlari bor. Xo'p, o'qib logistika firma boshqaruv ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Logistika firma ochishda qancha mablag' tanlab qildi. Firmani ochishga mablag' kerak emas Mirjahon aka. Lekin оборотga kerak bo'ladi. Nimaga? Misol uchun boyaga aytganimdek, mijoz 95% holatda mijozlar oldindan pul to'lamayapti. Ya'ni o'zingizdan tikib turishingizga to'g'ri keladi. Aytaylik, yana o'sha uzoqroq marshrutni olaylik, mayli Moskvani olmayman. Moskvadan 5 kunda kirib kelasiz. Uzoqroq marshrutni olaylik, aytaylik hozirgi masalan Indoneziya, Indoneziyadan yuk olib kelishingiz kerak. Mijoz sizga to'lamaydi. Mijoz yukni olib kelganingizdan keyin ochib ko'radi, konteynerni ochadi, hammasi normalniy bo'lsa pulingizni sanab beradi yoki o'tkazib beradi bankingizdan. Lekin siz dengizchiga, dengiz operatoriga, ya'ni shipping line-ga darrov pulni to'lashingiz kerak. Yukni olib chiqqan paytingizda pul to'lab berasiz. Balki mana bu portdagi agentdan ham pulni to'lab berasiz. Undan keyin kelasiz portgacha, ближайший port, Bandarabas bo'ladimi, Karachi bo'ladimi, Leningrad bo'ladimi, olib kelganingizdan keyin u yoqdagi yoki portga berasiz yoki birdaniga перевозчикка berasiz. Перевозчик sizdan hozir pulsiz yurmaydi. Uni ham pulini to'laysiz. 9 ming, 10 ming dollar pulni siz sarflaysiz va 2 oy davomida yetib kelasiz. 2 oydan keyin siz pulingizni olasiz mana klientdan. Mana nima uchun pulingiz bo'lmasa qiyin bo'ladi kompaniya. Kompaniyani 15 minutda ochasiz, pul kerak emas. Ana bunday holatda pul kerak bo'ladi. Aytaylik, kichikroq holatda ishlataman deydigan bo'lsangiz, predoplataga o'tirib, klient to'lamaguncha ishlamayman desangiz, qiynalasiz. O'zbekiston ichidagi yuklarni qanday sotish kerak? Tezroq sotish yo'li bormi? Nima deganingiz tezroq sotish O'zbekiston ichidagi yuklarni?
Savol tushunmadim. Sal savol boshqatdan berasizmi? Muhammadiyor aka. Muhammadiyor. Agar chetga sotish bo'lsa, u boshqa soha. Bilaman, men aytib berishim mumkin, faqat savolni o'tachingiz qilib oling. Xo'p. Va nihoyat oxirgi savolga keldim. Bu sohani kelajagi bormi? Kasb qilib olsa bo'ladimi? Va dispetcher bilan aloqalaringiz nima farqi bor? Ikkita savol ekan. Birinchisiga javob beray, sohaning kelajagi haqida. Sohaning kelajagi haqida men u kuni My5 telekanalga ham taklif qilishdi. U yoqqa ham bordik, xuddi shu narsalarni gapirdik. Transport vazirligining bolalari kelishdi. Xalqaro nimani eksport vazirligining bolalari kelishdi. Undan keyingisi mana nimalar kelishdi. Xitoy O'zbekiston savdo o'yini bolalari. O'zbekistonda logistika oxirgi 6-7 yil ichida 50 barobarga oshib ketyapti. 50 barobar. Ya'ni ob'yom yuklari, перевозкаlar, misol uchun Xitoydan Kashgar orqali tashiladigan yo'l 50 barobar. U qo'rqinchli darajada oshyapti. Ob'yom oshish bo'yicha. O'zbekiston hozir mana Xitoydan Yevropagacha bo'lgan qadimiy Ipak yo'limiz bor. Ana shu qadimiy Ipak yo'limizning yangicha versiyasi bor hozirgi kunda. BRI deydi, Belt and Road Initiative, ya'ni inisiativa, Xitoyning inisiativasi bu. Yevropagacha quriladigan temir yo'l. O'zbekiston orqali o'tadi. Bu temir yo'l bizning Samarqandda sentralniy hab qurilishi kerak. Xuddi o'sha qadimiy Ipak yo'lida ham Samarqandda bo'lgan karvonzori mana shu yo'nalish bilan ketishyapti. Juda ham katta proyekt. Undan tashqari Qozog'iston kompaniyasi o'z investitsiyasi bilan kirib keldi. Katta logistika markazi qurilyapti. DP World kirib keldi. DP World agar logistikada ishlab yurganlar biladi nimaligini. DP World logistikani, haligi mashinalarni Lamborghini deydigan bo'lsangiz, mashinalar bo'yicha logistikada DP World nominativ hisoblanadi. Dubayning kompaniyasi DP World kirib kelyapti logistika markazini qurishga. Termizda logistika markazi qurildi. Nimada qurildi? MOV qurilyapti-ku. Unda qurildi, Jizzaxda qurildi, Navoiy, Samarqand bo'lyapti hozir. Olmaliq bo'yaq MOV deganim. Shuncha haligi logistika markazlari qurilyapti. Agar biz mana shu temir yo'limiz bitgandan keyin, ayniqsa mana proyekt bitgandan keyin O'zbekiston eng katta hubga aylanadi. Hub degani ya'ni распределительный центр. Tojikiston, Afg'oniston bizdan juda ham yaxshi foydalanishadi. Hatto Tojikistonni o'zidan ham o'tamiz baribir. Ana shuni hisobidan logistikada talab ham oshib ketyapti. Bekordan bekorga institutlar, fakultetlar ochib tashlashmayapti. Bekordan bekorga mana xalqaro logistika, multimodal logistika degan tushunchani tushunib ketmayapmiz. Ana shuni orqasidan bo'ladi. Ближайший 5 yil, uzoq ko'p qolmadi. 5 yildan keyin logistikamiz pik уровеньga chiqadi. Juda ham Qozog'istondan o'tib ketmasak ham Qozog'istonga yaqinlashib olamiz уровень bo'yicha. Qozog'istonda juda ham rivojlangan. Nimaga? Ularning birinchidan katta chegarasi bor Xitoy bilan, ikkinchidan porti bor, dengizi bor, Kaspiy. Qozog'istondan o'tib ham keta olmasmiz, lekin o'sha уровеньgacha yaqinlashib qolamiz, уровенimiz. Logislarimizga talab katta bo'ladi. Ayniqsa multimodalni bilgan, xalqaroni bilgan logistika talab katta bo'ladi. Hozir qamchini urib qolganlar o'sha davrga borib normalniy sohalarda o'tirib ishlashadi. Normalniy должностlarda o'tirishadi. Mana biz endi u paytda уже menimcha balkim уже ishdan chiqqan bo'lishim mumkin, pensiyaga chiqarman, boshqa qilarman. Lekin u davrga kelib logistikada konkurensiya ham kuchli bo'lib ketadi. Hozirgiga o'xshagan, masalan, hozir ba'zi xodimlar chiqib qoladi, masalan, kompaniyalar bir yaxshi multimodal kam bilgan shogirdlaringiz yo'qmi, ayting olardim deydi. Yaxshisini topib bersang xarakteri to'g'ri kelmaydi. Xarakteri to'g'ri keladigan topib bersang bilimi to'g'ri kelmaydi. Bir shu kamchilik bor. Hozir ham bor, kuchli xodimlarga talab. Hozir ham bor. Ana endi mana bugundan boshlab, hozirdan boshlab, ana endi o'ssa orqaga qaytish yo'q. Undan keyin logistikani kelajagi haqida boya aytib o'tdim, boshida aytdim. Logistika 3 kunlik soha emas. Logistika qadimiy Rim davridan qurilishi, o'sha qadimiy Rim davridan boshlangan, 4000 yil oldin boshlangan primerni. O'sha paytda o'sha Rim 400 ming kilometr yo'l qurgan Rim. 400 ming kilometr. O'sha chiroyli gap bor, bilsanglar, qo'shiqlarda, she'rlarda ham bor. Все дороги ведут в Рим degan. Ya'ni barcha yo'llar Rimga eltadi. U bekorga olinmagan gap, chunki Rim imperiyasi qurib bergan Yevropada nimasida 400 ming kilometr yo'l qurgan. Logistikani boshqarish uchun. Logistikani avval albatta o'sha военный harbiy nimada foydalanishgan, o'sha qurol-yarog',
harbiylarni yetkazish vaqtida shuning uchun foydalanishgan, lekin keyinchalik baribir u kengayib ketib, hozir logistikasiz xalqaro savdo ishlamayapti. Undan keyin ayniqsa bizning rivojlanishimiz yana ikkinchi sababi eksportimiz rivojlangan. Mana prezidentimiz hozir ochib tashladilar. Sot narsani olib chiqib sot eksportni ur davay deyaptilar. Eksportga polni ochiq hamma narsa. Eksport kuchayaptimi, logistikaga talab kuchayaveradi. Bir konferensiyada bir gaplashib qoldik. Bir katta bir biznes trener keldi. So'rayapti, "Anjonli aka, sochiq chiqarar ekanlar. Sochiq chiqaraman" dedilar. "Sochiqni qayerga sotasan?" dedilar haligi. "Sochiqimni O'zbekiston bo'yicha uraman, любойga" deyapti. Международный hali chiqmading masshtab. Yo'q, faqat O'zbekiston ichiga. Nimaga desa, "Bilmasam" deyapti. "Xorazmga sotasanmi?" dedi. "Xorazmga sotaman" dedilar. Xorazmgacha 1,5 kilometrga Anjomdan. Osh qancha? Osh 100 dan kammi shunaqa-ku. Nimaga oshga sotmaysan desa, bilmayman. Keyin o'sha konferensiyadan keyin men bordim akani oldiga, aka, agar yordam kerak bo'lsa, yordam beraman bu. Aka aytibdi, mana shunaqa shu ishni qila oladigan xodimi yo'q. Aka sochiqni piri, sochiqni ota bobosidan qolgan kasb, sochiqni umrbod qilgan, sochiq bo'yicha качество выше sort. Yevropaga sotyotibdilar, yevropaliklar sotib olyapti. Haligi nima deydi? Bez brend. Yevropalikning talabi shunaqa qilyapti, akadan sotib olyapti. Prosta sochiq, haligi brend urmayaptilar. Yevropalik nima qilyapti? Polshalik. O'zini brendini urib Yevropaga maqildi deb sotyapti. Качество bomba, chotki qiladilar. No, men shunaqa xalqaro savdoni biladigan, xalqaro aloqalarni biladigan, chegaralarni, logistikani biladigan xodimi bo'lmagani uchun aka ham shu ishlarni qila olmayapti. Ancha gaplashib qoldik, tanishib, keyin shuni aytdim. Ana shunda eksportimizni o'sishi вообще dahshatli bo'lyapti. Bu degani logistikamiz o'ssa o'sadi, orqaga qaytish yo'q. Keyin bana bir nima qilganimiz bor. Men o'zim lichni yetkazib berdik. O'zbekistondan, Samarqanddan Avstraliyaga, Sidneyga qurt yetkazib berdik. Faxrlanib ketdim men tadbirkordan. Aka dedim, sizdan faxrlanaman dedim. Qurt sotyapsiz aka dedim. O'zbekistondan Afrika, Cote d'Ivoire'ga rezervli tapchika olib berdik. O'zimizning mahsulotlarni. Aka 10 yil oldin tushga kirarmidi bolalarni shu narsa. Avstraliyaga, Afrikaga narsa sotish. Hech kim tushga kirmas. Hozir mana shu narsa polni ochilyapti. Tadbirkorlar polностью ko'chani ishlashni boshladi. O'zimizning ukam faqat masjiddan оборудованияni olardi, shu tipografiyasi bor. Оборудованияni Toshkentdan olib, mana qilib yuruvdi оборудованияni. Ol Xitoydan, senga nima qilgan desam, bilmasam, olishni bilmayman. Men topib berdim Xitoydan zavodni, o'zi gaplashdi, narxini kelishdi, men hisoblab berdim. $1,5 ming ekonom qildi. Bitta kichkina оборудование chegasiga 1,5 dona оборудованиеga $1,5 ming ekonomika bilan o'zi olib keldi. Shu paytgacha qilmagan prosta. Ana endi tadbirkorlikni fikr ochilishni boshlayapti. Dahshat hozir sotuv, eksport вообще dahshat ishlayapti. Endi eksport umuman xalqaro savdo ishlagan sari logistika ham ishlayveradi. Bu degani ближайший logistikaga ko'z olaytira olmaydi, hech kim sindira olmaydi ham. Xudo ko'rsatmasin, karantin bo'ladimi, urush bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasida logistika kerak bo'ladi. Hozir mana yana bitta masala bor, искусственный интеллект masalasi. Kompaniyamiz dedingiz, rasmiy kompaniyani qanday ochsa bo'ladi? Yagondarchiga borasiz, 15 minutda ochib berishadi. Искусственный интеллект masalasiga gap ketdi. Logistikaga искусственный интеллект nima beryapti? Beradi. Sotuv qismini sekin o'sha o'ldirdi. Искусственный интеллект mana men qo'llayman, foydalanaman. Onlayn operatorimiz искусственный интеллект odamga o'xshab gaplashadi, boshqa qiladi. Ana endi kundan kun искусственный интеллект kuchayapti. Kundan kun bu ham aqllilashib ketyapti. Farqliga bormaslikni boshlaysiz sekin-sekin. Lekin haqiqiy logistlarni ishini qila olmaydi baribir искусственный интеллект. искусственный интеллект logistikaga nima beradi? Boshqasi ham. искусственный интеллектdan to'g'ri foydalanganlar. Haligidek spetsial nimalarimiz chiqib ketyapti, platformalarimiz. Ana endi haligi platformalarimiz ana shu birinchidan qo'l mehnatidan olib chiqadi bizni bu искусственный интеллект, ikkinchidan nima deydi? Mana bu rutin ishlar bo'ladi-da, mayda-mayda informatsiya berish mijozga har kuni masalan jo'natadigan soatingiz bo'ladi. Assalomu alaykum, mashinangiz dengizda yoki mashinangiz bu shahardan o'tyapti yoki portga keldi. Mana shunaqa ma'lumotlarni искусственный интеллект bergani yaxshi.
Искусственный intellekt sizni ko'rib tursin, sistemangizda yukdida, o'zi ko'rib, mijozga tashlab bersin. Mana shu narsani qilish kerak. Agar yaxshi birorta IT ishliklar bo'lsa, mana shu narsani kiritsa, по-моему, logistika kompaniyalari jon-jon deb qabul qilishadi. Va oxirgi savolga keldik. Dispetcher bilan xalqaro logistika farqi nimada? Boya tepada ham aytib o'tib ketdim. Dispetcherni endi odamlar kimlardir logist sifatida nima qilmaydi-yu, lekin men yo'q, men logist deyman. Dispetcherlar ham logist hisoblanadi. Sizlarga kimgadir nima qilishi mumkin, yangilik bo'lishi mumkin, deklarant ham logist hisoblanadi. Chunki hammamiz bitta sistema, bitta logistika sistemasini ichida ishlaymiz. Lekin dispetcher boyaga aytganimdek, ma'lum bir qisilgan bir vazifalarni bajaradi, faqat haydovchi bilan yuk egasini o'rtasidagi vositachi. Afsuski, dispetcherlar ba'zida shu o'zini vazifasini ham to'g'ri bajarmayapti. Ya'ni dispetcher vositachi degani nima degani? Vositachi degani ikkalasini o'rtasida turib beruvchi odam. Ikkalasini tanishtirib qo'yib, $50 pulini olib qochish u xato. Qilmasligi kerak bu ishni. Ba'zi dispetcherlar shunaqa qilyapti-da. Chegarada muammo bo'lib qoldi, prostoy bo'lib qoldi, qo'shimcha pul chiqib qoldi. Haligi shoför aytayapti, menga pulimni olib ber deyapti. Dispetcher klientga aytayapti, pulni berar ekansiz desa, klient aytayapti, men sen bilan kelishganman 40 millionga bo'ldi. Bir tim bermayman deyapti. Ana o'rtada tushunmovchilik paydo bo'lyaptimi? Dispetcher akam so'rayapti qochib. Ikkovini hal qilib yursa bo'y, mayli menga o'sha komissiyam kerak emas deyapti-da. Yosh qizcha ekan, yo'qolib qolyapti o'rtada. Keyin baribir shoför ham yosh katta odam, klient ham yosh katta odam, ular ham ko'p ko'rib qo'ygan odamlar, конечно, общий til topdi baribir. Kelishmaydigan narsani o'zi yo'q-ku. Dispetcher astagina qochdi. Xalqaro logist esa qocholmaydi. Xalqaro logist nima? Xalqaro logist shartnoma bilan tikib qo'yilgan. Xalqaro logist kompaniya nomidan foydalanadi, nima shug'ullanadi, ish qiladi. Kompaniya dogovor bilan tikilgan. O'shaning uchun chiqib qocholmaydi. Muammo bo'ldimi? Ana bu xalqaro logist muammoni hal qilish kerak. Undan keyin dispetcher ma'lum bir A nuqtadan B nuqtagacha bitta mashina bilan ishlashi mumkin. Xalqaro logist nima qiladi? Avval dengizchi bilan gaplashadi, keyin port bilan gaplashadi, keyin quruqlik bilan gaplashadi. Agar meniki DDP da yetkazib beradigan bo'lsangiz, DDP degan masalan yetkazib berish sharti bor. Broker bilan, tamoshli deklarant bilan gaplashadi, hammasi bilan gaplashadi. Hammasiga alohida dokument qilib beradi. Lekin mijoz uchun bitta javobgar. Mana shu xalqaro logist javobgar. Mijozga aloqasi yo'q. Qaysi dengizchini oldingiz, qaysi shofirni oldingiz? Shofirlarni almashtiramiz. Eronda boshqa eronlik shofir bo'ladi. Turkmanda turkman shofirimiz bo'ladi. O'zbekistonga kirgandan keyin o'zbek shofirimiz pritsep tortib kiradi. Mana qancha odam bilan gaplashadi. Dispetcher qila olmaydi buncha ishlarni. Xalqaro logist qiladi bu ishlarni. Xalqaro logistda o'shaning uchun ham opit, ham qattiq nervi, ham bilim, ham bu narsalarni eplab ketish qobiliyatlari ham bo'lishi kerak. Kursingiz orqali yuk sotishni ham o'rgatasizlarmi? Ya'ni O'zbekiston ishlab chiqarib chetga mahsulotni sotish. Shunga yaqinroq bilim bor. Mana xalqaro savdoni biz o'rgatamiz deyapman. Xalqaro savdoni, xalqaro aloqalar to'liq kursimda bor bu narsalar. Umuman eksport qanaqa qilinadi? Lekin mana bir detalli ichga kirmaymiz. Haligi, ya'ni sizning mahsulotingiz, aytaylik, temir mahsulotini sotyapsiz. Qayerdan temir mahsulotini klientlarini topish degan narsani o'rgatmaymiz. Shunga yaqinroq umuman qanaqa qilib sotishdi. Aytaylik, mijozni topdingiz deylik. O'sha mijozga qanaqa qilib yetkazib berishni o'rgataman. Men aytib beraman sizlarga bitta narsani. Ukam o'zim shogirdim. Tarvuz, endi ular azaldan tarvuz eksport qilishadi Rossiyaga. Akalar, endi katta akalar qilgan, bu hali yosh bo'lgani bilan majorik emas, qanaqadir akalarning qo'lida, dadasining qo'lida, mana qilib maza qilib katta bo'lgan yigit emas. Ham bilib mo'niki eksportni urdava. Men polностью o'rgatdim. O'zbekistondan tarvuzni qanaqa qilib olish, kimga yuklash, qanaqa qilib yuklash, qanaqa qilib qotirishligacha ko'rsatib berdim, nima qilib tushuntirib berib. Rossiyaga borib qayerdan mijozni topish, endi men mijozni balamog'im bilan ko'rsatib bermadim-ku, qayerdan mijoz topishni ko'rsatib berdim. Xuddi o'rmonga olib bordimda, mana shu o'rmonda o'sha borib kirsangiz kiyikni otib chiqasiz deyapman. Lekin borib kiyikni ko'rsatmayapman. Qo'lingizga qurol beryapman, bilimni beryapman, qanaqa qilib kiyikni otishni o'rgatyapman-da, o'rmonni ko'rsatib boryapman. Otib chiqish sizning ishingiz. Xuddi shunaqa qildim. Bola Rossiyaga ketdi.
Arman borib, arman bolalar bilan kelishib, gaplashib, tanishib, hammasi bilan aka qaysi birini qilay? Arman aytayapti, o'zim olib ketaman deyapti. Men unga keyin farqini solishtirib berdim. Armanni o'zi kelib olib ketgani nech pul bo'ladi bunga? Olib borib bergani bilan nech pul bo'lishini hisoblab berdim. O'zim qilaman dedim. Gap pulda emas, pul ham da foydali berdi. Masalan, bir 500-600 dollar ko'proq qoldi bitta furadan. Bundan tashqari bilim bo'ldi. O'zi qildi men protsedurani hammasini. O'zbekistondan eksport dokumentlarigacha qilib, hammasini оформлениясigacha qilib, bu Rossiyaga Food City'ga tarvuz yetkazib berdi. Mana hozir uryapti, po-mo'yim. Qilib yotibdi. Mana qanaqa qilib yordam qila olaman? Bilan men unga tarvuzni oladigan odam topib bermadim. Lekin qanaqa topishni ko'rsatuvdim, eplab ketdi. Так что sizga ham masalan Mirjahon aka ko'rsatib yuborsam, ana shu men shu o'rmonga kiring, kiyik bor desam, qanaqa otishni o'rgataman, qurolni foydalanishni o'rgataman, kiyik qanaqa ko'rinishini aytaman, kirib otib chiqish o'zida. Yarim yo'lda qaytsangiz bo'lmaydi. Xo'p. Yana savollar kelib yotibdi-ku. Aviakargo hujjatlari. Bunga javob berdim, po-mo'yim. Aviakargo hujjatlari javob berildi va yana qaytibman individual kurs. Yo'q, individual kursim hozircha yo'q. Balkim vaqti kelib qo'shimcha vaqt paydo bo'lsa qilarmiz, lekin qila olmaymiz. Hozircha individual kursimiz yo'q. Xo'sh, kimda nima savol qoldi? Kimga nima joyi qiziq bo'ldi? Endi kursimga keladigan bo'lsak, kursimiz haqida qayta so'raydiganlar, agar shu yerda bo'lsanglar, men maslahatim o'qinglar. Narxlarimiz bizniki ancha past. Biznikidan 2 barobar ko'proq narx oladiganlarni ham bilaman. Va bir narsani qo'rqmasdan ayta olaman, multimodal logistikani hozircha faqat men o'qityapman. Mendan boshqa yana bir ikkita akademiyani bilaman. Akademiyalar ochilib yopilganlarni ham bilaman. Xalqaro logistikani o'qitamiz deb o'qita olmadi, bo'lmadi. Odamlar talab qilmayapti. Mana men bilaman ularning ham qiyinchiligini, nimaligini. O'sha qiyinchilikdan biz ham o'tyapmiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz masalan o'shaning uchun biz yil 12 oy dars bermaymiz. Bizda yilida shu 3 ta, 4 ta, mana bu yil bor yo'q 3 tagina kurs tashkil qila oldik, потому что men o'zimni vaqtimga qaraymiz. Mana hozir o'zi logistika ahvolimiz yaxshi emas. Mana bu atrofdagi bo'ladigan politik situatsiyalarni deb shuni hisobidan dars berishga vaqt topolmaymiz. Mana hozir bir amalladik, 12-sentyabrdan topamiz. 5 hafta davomida dars bo'ladi, agar kim kelib o'qiymansa o'qiylar. Lekin yo'q, 5 hafta shanba, yakshanba men uxlashni yaxshi ko'raman, uyda uxlashni yaxshi ko'radigan odamman. Shanba, yakshanba kuni turib bir выходnoyimni sizni leksiyangizni eshitmayman deydiganlarga, пожалуйста, onlayn kurslarimizga qiziqib qo'yinglar. U onlayn darslarimiz platformada yozib olingan darslar, xohlagan paytingiz kirib o'qishingiz mumkin. Xo'sh, tak, men ko'rmayapman savol, agar sizlar ko'rmaydigan bo'lsanglar. Savollar qolmagan bo'lsa, meni gapirmoqchi bo'lgan gaplarim umumiy mana shu haqida edi. Bugungi eng ko'p berilgan savollarga javoblar bo'ldi. Savollarni po-mo'yim agar yozib olgan bo'lsak, joylab qo'yamiz YouTube'ga. YouTube'ga joylab qo'yamiz, agar kimdir yana boshqatdan ko'rgisi kelsa, пожалуйста, o'zi как раз 1 soatdan salgina ko'proq. Bir para bo'pti, 1 soat 20 minut. Bir para bo'pti, bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Savollar bo'lmasa, hammaga rahmat deyman. Hammaga xayrli kech. Yaxshi dam olinglar. Ishlaringizga omad. Logistika sohasiga kirishganlar, hamkasblar, kollegalar, sizlarga alohida salom. Salomat bo'linglar.